Assalamu alaykum do'stlar. Sog'om salam ishlar yaxshimi? Kechki mol video joylamadik shu bir video joylab o'tish maqsadimiz bor edi. Xudo xolasa boshladik videomizni. Do'stlar qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ozgina bir ma'lumotlar, kichik bir suhbat xudo xolasa. Bir ko'rsatib o'taylik degan narsamiz bor edi. Yani sinab turgan o'qulimiz, dorimiz hali 100% ishlaganini men ko'rmay turmadim, aniq ishonmay turmadim. Yo'q, endi xudo xolasa do'stlar, bemalol sinasangiz, sinab ko'rsangiz, agar kimdir shu narsadan qiynalib yurgan bo'lsa, agar parandalarida xirillash, yani sinusit deydi. Azana xirillash, nafas olishda qiyinchilik, ovozi yaxshi chiqmay turgan bo'lsa, yeb ichishi yaxshi bo'lmay turgan bo'lsa, xullas ozgina bir muammo kuzatilib turgan bo'lsa, endi ular ichon tarafdan endi kasalliklarning turi ko'p, har xil. Men doğrusu göz çişi gözün çiş yaxshi qaytmadi hali. Gözünde çiş bari bir indukumuzda. Lekin sağlıkı zor, sağlıkı joyida, yeb ichishi hamma narsasi yaxshi. Onu endi ko'ramiz, tuxumlab, juja bosib, turk bo'lib ketsa, o indukumuzni qo'yamiz. Agar tuxumlasha boshqa narsaga qiynaladigan bo'lsa, o narsani so'yib yemizmi, ko'ramiz xudo xolasa. Sabab hozir deymiz. Gözü çiş indukumuz, şurada bir ak indukumuz var. Gözünde çiş var. Bir gün açıladı yarım, bir gün şimdi yumuladı, xullas. To'liq yaxshi bo'lmayacak, hali to'liq yaxshi ahvolda emas. Shuning uchun demin qo'yibmiz, yuribdi. Holati yaxshi. Keyin yana bir narsa ko'rsatadim. O'qilib yurgan indukumuz bor edi, bir dona davolanishda. Bir tane emas, endi 3-4 tane indukumuz bor edi. O'qilib asosiy bir donasi bor edi, nafas olishda o'ta qiyinchilik uchrab, nafas ololmay yurgan indukumuz bor edi bir dona. Şu qara indukumuz yana. Holatini ko'rib turibsizlar. Rangiroyi, şu bosh shoxi qizil-ku. Shu sal ko'karish degan alomatlari bor edi. Nafas olishda qiyinchilik, og'iz ochilib qoldi. Dumyomon edi xullas ahvoli. Men yaxshi bo'lmasa kerak deb o'ylab, shu kunda xullas gençlerden kuzatib o'lib qolishi mumkin degan qo'rquvlarim bor edi. Yo'q. Indukumuzning holati yaxshi hozir. Holati juda zo'r. Xudo xolasa menimcha shu o'qullar ishladi. Sinab ko'rgan o'qulimiz Tilazin 200 dan o'qul. Shundan bir 8 günmi 9 gün muolaja etdik. O'qul qildik, o'qul urdik. İşladi deb o'ylab turibman, sababi hozir unday nafas olishda qiyinchilik yo'q. Og'iz polniy baklangan, xirillisi ketgan. O'zining ovozi yaxshi chiqib turibdi. Shu kimda shunday muammo bo'lsa, bemalol sinab ko'rsangiz bo'ladi. O'qilni urib grammini to'g'ri taqsimlash kerak, to'g'ri o'lchamda, to'g'ri dozada ursangiz yaxshi. Sababi ko'p urib bersan bo'lmaydi. Go'shtli narsa, go'shtli dori ekan, go'shtli antibiotik. Shularni hisobga olib ukol qilib davolasangiz bo'ladi. Effekti zo'r ishladi. Endi ko'z shishlaridan shu ursa qaytaradi yo eldan oladi, xullas o'tlashtirib bermaydi deb ma'lumot berdi ukolni. Endi shu ko'z shishdan ham urdik. Ham bir 8-9 gün ukol qilindi. O ko'z shishdan ham ko'ramiz. Ziyoni yo'q, yaxshi ko'zni qaytmasam, lekin batarlashib, o'tlashib ketmasa bo'ldi. Bemalol tuxumlab, ko'rk bo'lishda qiynalmasa, u ko'zini ziyoni yo'q deb turibman endi. Ko'ramiz. Keyin ham bir indukumuz shu holatda edi. 3 kun urdim. 3 kun shu og'iz ochib, nafas olishda qiyinchilik bor edi. 3 kunda shu effekt bilindi. Hozir bemalol yaxshi holatda. Og'iz ochilman, xo'razin. Yosh xo'razin indukum bor edi. Bam shu og'iz ochilib qoldi. Buni 3 kun urdim. Shu Tilazin 200 dan o'qilni. Ham yaxshi holatda ko'rib turibsizlar. Hozir bemalol baksa, endi ularni qo'yibman hozir. Doğrusu sal mecbur bo'ldim ya. Qara induklarimiz bor edi. Katta atalıqa qo'shaman deb qo'ygan bir indukum bor edi. Keyin bu qarishni sifatroq induklarimiz bor edi, sotilib ketdi doğrusu. Sal shunday bo'lib qoldi.
Üçüncü satıp verdik. Ziyan yok. Xuda xalasa yine alıp ondan. Ya şu barından ham hazır köpəytirsək yəni boladı. Bir də hazır 5 tane xoraz indikumuz var. 2 danası yaxşı. Kətdə də yəni. İndi bemalal hazırdan qoşuluşa yaraydı o halatda. 2 danası, 3 danası səl yaşraq hələ. Vaxtı var. Əgər var bir hava qızıb issiq getsə onların bir çişib qoşuluşa yaraydı. Bu ak xoraz indikumuz. Onun halatı yaxşı. Bu bir 3 günmü? Şimdi mazası kaçıp yürüdü. Deyip içeri cay özgərən üçün. Hazır halatı lekin zor. Bu indikumuz səl yürüyüşündə bir mamma var oxşab edi. Yox, yaxşı. Tamam, yaman emas. Keyin ak induklarımız, məkan, ak məkanlarımız ham yaxşı halatda. Bunlar bemalal qoşulub indi. Yeyib içib həmin nərsəyə könüküb getdi. 4 tane ak məkanımız var. Burada xalasa. Aktaran köpəktirəmiz. Kengilə qaranında köprak ak induk bakamız. Meysini ak induklar bir yaxşı nərsə. Keyin bu toğuq hələ tuxuma girmədi. Səbəbi zəngin durğan caylar salqın, ayaq deylərində səl izğar var. Yaman halatda olmasam və ayaq deyləri izğar. O ak xorazlarını toxundan şu. Ak xorazlar köpək getdik o. Şu ak xorazlarını toxundan var 2 tane. Ulan indi xuda xalasa tuxuma girsə görəmiz. Neçə tuxum verədi, tuxum veriş yaxşımı, cüzələrini alsa bolamı, cüzə çıxarıb. İndi yuxarıda çıxarıb görəmiz cüzələrini. Dostlar, şunlar sənə aytıb ötəcək. Qulla qulatab durasla, sağaman bolunla, həməyə rəhmət. Keyingi videolarda görüşünce. Ertəng bazar, xuda xalasa bazarını çıxarış hərəkətləmiz. Bazarda narx navalarla danışdırıb baramız. Dostlar, sağ olun, aman olun, həməyə rəhmət.